Real Madrid prezidenti Florentino Perez klubning oxirgi natijalaridan keyin muxlislarning unga bo'lgan ishonchini yo'qotganini yaxshi his qilmoqda va muxlislarning ishonchini qaytarish uchun aqli bovar qilmas ishga qo'l urmoqchi. Bu xabar sizni ham shokka tushirishi aniq. Hozir men sizga bu haqida batafsil aytib beraman. Siz esa shu va shu kabi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi bilasiz, Realning oxirgi natijalari yaxshi emas va bunda asosan Perezning aybi bor. Chunki jamoada balans buzilgan va ayniqsa himoya va yarim himoyada jiddiy muammolar bor. Ammo shunga qaramay, Real transferlar oynasida bir nechta futbolchilarni rad etdi. Ular esa klubga o'z xizmatlarini taklif qilishgan edi. Bruno shulardan biri. Klub ochiqchasiga Kanateni ham rad etdi. Real ishqibozlarining esa bundan qattiq jahli chiqdi va Perezni tanqid qila boshlashdi. Endi bo'lsa Perez asr avvalida qilgan hayratomuz ishini yana takrorlamoqchi. 24 yil avval Perez futbol olamini hayratda qoldirgan edi. U Barselona sardori Luis Figoni sotib olgan. Endi esa Perez yana bir Barselona futbolchisi Pedriga jiddiy tarzda qiziqish bildirmoqda. Pedrining o'yinlari Perezni ham hayratga solgan va uni xuddi Figo bilan bo'lgan vaziyat kabi Barselonadan tortib olib 2027-yilda Realga olib kelmoqchi. Xo'sh, siz bu transferga ishonasizmi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.